Assalomu alaykum hamma vatandoshlarimiz. Bugungi roligimizda Vodnikda 2-qavatda 3 xonali kvartira bilan tanishib o'tamiz azizlar. Orientirna metabar klassli ajoyib miejscada, ham kirpichli domda, joy ham akkuratniy ekan. 2-qavatda 3 xonali kvartira bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingiz marshrutlardan muammosi yo'q. Marshrutlar ham o'tib turibdi. 4 marshrutda har 5-10 minutdan, hurmatli vatandoshlar. Yo'l ham yaqin yo'lda, sargina yurib kirasizlar. Mandarin kafesining yonida Vodnikda. 2-qavatda 3 xonali kvartira bo'ladi. Ichida jihozlar bilan sotiladi. Narxini videoni oxirida aytib o'tamiz, hurmatli vatandoshlar. Bu yerda hech nimadan muammosi yo'q. Yon atrofida bog'cha, maktablar ham bor. Xususiy bog'chalar, keyin bu tarafda Salomat bog'cha, keyin Bobur maktab, Sabur Rahim maktab, bu tarafimizda musiqa maktablar ham joylashgan. Sizlar ham 2-qavatda etaj ham zo'r. Ajoyib korolevskiy etajda joylashgan. Qani ketdik birgalikda ko'rib, tanishib o'tamiz. Kvartiramiz ham girib keldik, hurmatli vatandoshlar. Yana girish eshiklari damir eshiklardan 3 xonadan iborat kirpichli domda ekan, 2-qavatda. Girgandan beri dalonchamiz, bu tarafida veranda qismi bo'ladi, zali, kattalan spalnisi, keyin детский spalni, sanuzellar joylashgan. Birinchi chetdan tanishtirib boramiz. Ichida jihozlari bilan ekan, birdan o'sha eski stenkasi bor, kattalan spalnisida shu olinadi, qonun vajlarida turadi. Birimizga 2,5 va 3,5 razmerda spalnisi, eng kichkina xonasi, aynalari alyumin ramlardan, bu yerda hurmatli registrlar ham bor. İşləri o'zgargan. Divorlar notorniy fonda, gaz, suv, svetlar gap turibdi. Muammosiz birimiz sanuzelimiz, yana ishlari alyumin ramlardan, ham neobычный bir chiroyli svetlarni o'rnatganlar. Bu yerda kir mashin toshkalari, damir kotyollar qo'yilgan, rashtinniy baqlari, gaz sushkamga ham bu yerda rakovina, vanna, unitazlar ham bor, akkuratniy ekan. Divorlar ham kafel, patologlar esa plastik. Royal firmanın aristollari suv qizdirish uchun bu yerda suv filtrlari, счетчиклар ham qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, bu tarafimizda kattalan spalnisi bo'ladi. Yeni 3,5, uzinasi 4 metr razmerda. Bu yerda ish vajim solgan, hamma vaj duradi ekan. Olib ketmaydilar azizlar. Dokument ham tayyor, dokumentdan ham muammosi yo'q. Kelib üstünde mülkiyetini özləri bilan savdolaşıb alışlarınız mümkün. Mülkiyetini yanına alıp gəlamiz, özləri bilan gəlişib alaverəsilər. Yerimiz 3,5 və 5,5 razmerdə zal qismi boladı. 50 arqa domlara qaraganda, hurmatli olanlar, arqa domları biləsizlər 3,10 boladı. Bu 40 sm kattaroq tushgan. Bu yerda konditsionerlar, televizoru, pastapkalar ham, şöyle ham duradi. Bu yerda aynaları ajoyib neobычный svetlardan, alyumin rammadan qo'yilgan. Patagonniklari bor. Divorlar notorniy fon. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib miejscada Vodnikda joylashgan 4 qavatli binoni 2-qavatida 3 xonali kvartira. Birimizning oshxona qismimiz bo'ladi. Oshxonamiz ham, hurmatli vatandoshlar, bilan pol qilingan bu yon tarafi, oyoqlari pol, aynalar alyumin ramlardan, kuxonniy mebellari, vichkasi, gaz plitalari va fartiklar ham qilingan. Moykalar ham bor. Hurmatli vatandoshlar va azizlar, xonadonimizda joylashgan miejscasini eslatib o'tsak, Urganch shahrimizda Vodnikda kirpichli domda 2-qavatda 3 xonali kvartira bilan tanishib o'tdik. Narxi ajoyib 380 million so'm aytilib turibdi. Ustida galajlardan yeri bor, ichida jihozlar bilan sotiladi. Dokumentdan ham muammosi yo'q. Miejscasi ham zo'r, miejsca polashiyasi ajoyib. Yon atrofida bog'cha, maktablar, magazinlar, hech narsadan muammosi yo'q. 4 marshruti o'tib turibdi azizlar. Marshrutlar ham yaqin. Eğer hurmatli obunachilar kanallarımıza abuna bo'lmaganlar bo'lsa, abuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, videolarimiz kengayib tarqalishi uchun sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Like bosib, poddeşe qilsanizlar, hurmatli obunachilar, videolarimiz oluvchilarga yetib boradi, yordamimiz degan bo'ladi. Eğer danışlarınız, jo'ralarınız, yaqinlarınız bo'lsa, videolarni yuborib qo'yasizlar. Biz orqali joy asala foydamiz deganda xursand bo'lamiz. Hamma sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.